Yeb ko'rmasdan oldin bu o'zi nimaligini umuman tushuna olmaysiz. Alhamdulillah qizlar, yaqinda Ramazon oyi kirib keldi. Biz ayollarning birinchi zadachalarimizdan bittasi yaqinlarimizni mazali taom bilan to'ydirish. Chunki bunga ro'za tutishimizga qo'shimcha yana sabab bor. Bu safar Ramazon fevral oyi, ya'ni salqin paytga to'g'ri kelgani uchun albatta shu yegulikdan tayyorlab vaqtingizda olmaydi, lekin mazasi hammani lol qildi. Boshida ikkita tuxum bilan slivkini atalab, keyin bo'lsa tayyor slayonniy testdan ichish, shpinat, tvorojniy sir, losos balig'idan losos balig'i o'rniga indiyka ishlatsanglar ham bo'ladi. Lososli kishlarim pishkunigacha. Yana bitta salqin havo uchun yaxshi tavsiya beraman. Vileda turbo smart shvabralarini salqin kunda faqat uyda emas, balki hovlida ishlatsanglar ham qo'linglarni sovuq suvdan asring burchaklarigacha kirib, top-toza qilib artib beradi. 180 gradusda yarim soatda mana shunaqa ishib chiqadi. Somsa o'rnida albatta shu yegulikdan tortib ko'ringlar. Ovozi bo'lsa tezda saqlab oling va iftor dasturxonini chiroyli qilib yozish yaxshi ko'rgan tanishingizga yuborib qo'ying.